Inson uchun, qonun ustuvorligi uchun, yangi O'zbekiston uchun, xalq manfaati himoyasida 25 yil. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida so'nggi yillarda mamlakatimizda har bir sohada inson manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli tub islohotlar amalga oshirilib, ijobiy natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida inson qadri uchun degan tamoyil asosida amalga oshirilayotgan tizimli ishlar vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi va yurtimiz tinchligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Iqtisodiy xavfsizlik davlat xavfsizligining ajralmas qismi. Iqtisodiy barqarorlik esa xalq farovonligining kafolatidir. Ana shu mas'uliyatli vazifani ado etishda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti chorak asr davomida davlat va jamiyat manfaatlarini, har bir fuqaroning huquqlarini himoya qilib kelmoqda. Tun shahar uxlaydi, lekin iqtisodiy xavfsizlik tunni ham, dam olish kunini ham tanlamaydi. Bu xonada ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bu mashinada esa yillar davom etgan tezkor qidiruv tadbirlarining hal qiluvchi lahzasiga borilmoqda. Har bir davlatning iqtisodiy xavfsizligi uning mustaqilligi kafolatidir. Har bir fuqaroning huquqi, har bir tadbirkorning manfaati, byudjet mablag'ining har bir so'mi ishonchli himoya qilinishi shart. Vaholanki, kimdir ochiq iqtisodiyotni aylanib o'tishga urinishi mumkin, qonun esa bunga yo'l qo'ymaydi. 25 yil, minglab fosh etilgan jinoyat va har bir raqam ortida inson taqdiri va davlat manfaati turibdi. Departament o'z faoliyat jarayonida juda uzoq bir shakllanish davrini o'tdi. Tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunda departament vakolatli davlat organi sifatida tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirish vakolatiga ega bo'ldi. Departament oxirgi yillarda, ayniqsa mana shu 2018 dan boshlab tubdan ya'ni o'zgardi. Departamentning qiyofasi ham, uni faoliyat yo'nalishlari ham shakllanish, ya'ni bosqichlarini bosib o'tdi va hozirgi kunda bu sohada muvaffaqiyatli ishlar olib borilyapti. Albatta bu tezkor qidiruv faoliyati amalga oshiruvchi organlar ichidagi muhim bir o'ringa ega bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Talab qat'iy bo'ldi. Har bir xodim attestatsiyadan o'tdi. Tahliliy fikrlash asosiy mezonga aylandi. Valyuta huquqbuzarliklarining yagona kompyuter bazasi yaratila boshlandi. Shunday qilib, ushbu bosqichda departament soliq sohasidagi nazoratdan valyuta va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlovchi ixtisoslashgan organga aylandi. Davlat rahbariy islohotlari bizning yo'l chirog'imiz. Yangi O'zbekistonda har bir islohotlarning markazida inson turadi. Har bir qaror ortida xalq manfaati, har bir o'zgarish ortida adolatga intilish mujassamdir. Departament davlat rahbarining inson qadri uchun hamda xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyillarini o'z faoliyatining bosh mezoni sifatida qabul qilgan. 2017-yildan boshlangan yangi O'zbekiston islohotlari huquqni muhofaza qilish tizimini ham tubdan yangiladi. 2018-yil 23-maydagi farmoni bilan departament organi tamomila qayta tashkil etildi va hozirgi nomini oldi. Idora iqtisodiy va korrupsiyaviy jinoyatlar, jinoiy daromadlarni legallashtirish hamda terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashuvchi mustaqil ixtisoslashtirilgan huquqni muhofaza qiluvchi organ maqomini oldi. Eng muhimi, falsafa o'zgardi. Halol tadbirkorga himoya, qonunbuzarga esa muqarrar, lekin adolatli javobgarlik. Qonun buzgan xo'jalik subyektiga avval belgilangan muddat davomida zararni qoplash imkoniyati beriladi. Faqat shundan keyingina jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Maqsad adolat. Tizimda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ma'lumotlar bazasi va tahliliy dasturlardan samarali foydalanmoqda. Nazorat va tahlil mexanizmlarini takomillashtirish, ijro intizomini kuchaytirish hamda tizim faoliyatining natijadorligini baholash departament organlari faoliyati samaradorligini ta'minlamoqda. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha izchil siyosat ikki muhim hujjatda o'z ifodasini topdi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-yanvardagi farmoni bilan yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va tadbirkorlik uchun qulay shart-sharoit yaratishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Qonunchilik darajasida ham mustahkamlandi. 2025-yil 25-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan qator qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonun bilan departamentga dastlabki tergov yuritish vakolati berildi. Jinoyat protsessual kodeksining 35 va 344-moddalariga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq dastlabki tergovni endi prokuratura, ichki ishlar va davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari qatorida departament tergovchilari ham olib boradi. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga ham idoraning tergovga qadar tekshiruv va surishtiruvdan tashqari dastlabki tergov vakolati mustahkamlandi. Shuningdek, departament davlat rahbarining har bir islohotini chuqur anglab, uni hayotga tatbiq etadi va xalqning har bir murojaatiga labbay deb javob beradi. Idora faoliyatining asosida sodda, lekin qat'iy tamoyil yotadi. Prezident tomonidan belgilangan strategik yo'nalish va ko'rsatma butun jamoa tomonidan so'zsiz o'z vaqtida va sifatli ijrosini ta'minlashdir. Moliyaviy razvedka va tezkor qidiruv faoliyati. Moliyaviy razvedka jinoiy pulning izini topish san'atidir. Departament zimmasida ushbu sxemalarni aniqlash, shubhali moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish va yetarli asos bo'lganda ularni to'xtatish vazifasi turibdi. Moliyaviy monitoring tizimi doirasida banklar, birjalar, notariuslar shubhali operatsiyalar haqida xabar beradi. Bu xabarlar qabul qilinadi, umumlashtiriladi, tahlil qilinadi va tekshiriladi. Qonunda belgilangan asoslar mavjud bo'lganda operatsiya muayyan muddatga to'xtatib qo'yiladi. Shu tariqa jinoiy pul yo'lda qoladi. Moliyaviy razvedka ma'lumotlarni qabul qiluvchi tuzilmadan jinoiy mablag'larning harakati, ularning yo'nalishi, manbasi hamda benefitsiar ishtirokchilarni tahlil qiladigan alohida analitik institutga aylandi. 2021-yilda tashkil etilgan strategiya moliyaviy razvedkani yangi bosqichga olib chiqdi. Bunda xavflarni baholashga qaratilgan asoslangan yondashuv, parallel moliyaviy tekshiruv, idoralararo hamkorlik, aktivlarni izlash hamda xalqaro hamkorlik ustuvor yo'nalish sifatida mustahkamlandi. Buning natijasida 8 mingdan ortiq subyektlarning 122 trillion so'mlik shubhali moliyaviy operatsiyalari tahlil qilindi. Byudjetga yetkazilgan 8 trillion so'mlik zararlar aniqlandi. Shuningdek, 50 trillion so'mlik soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash holatlari fosh etildi. Bugungi kunda iqtisodiy jinoyatlar milliy chegara bilan cheklanmaydi. Shu bois O'zbekiston moliyaviy razvedkasi Egmont guruhi va shunga o'xshash xalqaro tashkilotlar bilan samarali hamkorlik doirasida transchegaraviy jinoiy sxemalarni, xorijiy kompaniyalarni, soxta kompaniyalarni, xorijiy hisobvaraqlardagi mablag'larni hamda yashiringan benefitsiarlarni aniqlashda faol ishtirok etib kelmoqda. Departament tomonidan xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, O'zbekiston Respublikasining xalqaro majburiyatlari va shartnomalariga muvofiq xorijiy davlatlarning vakolatli organlari, xalqaro ixtisoslashgan va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qilish sohasida qator ishlar amalga oshirildi. Ko'p tomonlama hamkorlik doirasida departament jinoiy moddalarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Yevroosiyo guruhi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi ishtiroki davlatlarining moliyaviy razvedka bo'linmalari rahbarlari kengashi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi ishtiroki davlatlarining soliqqa oid tergov organlari rahbarlarining muvofiqlashtiruvchi kengashi, moliyaviy razvedka bo'linmalarining Egmont guruhi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvandlik va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi kurashuvchi huquqni muhofaza qiluvchi organlar global tarmog'i a'zosi hisoblanadi. 178 ta mamlakat ichida O'zbekiston texnik muvofiqlik reyting ko'rsatkichlari bo'yicha 76-o'rinni, tizim samaradorligi ko'rsatkichlari bo'yicha 21-o'rinni qayd etdi. O'tgan davrda departament tomonidan tezkor qidiruv faoliyati, dastlabki tergov va moliyaviy razvedka sohalarida
AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya, Indoneziya, Lyuksemburg, Saudiya Arabistoni va shu kabi 40 ga yaqin davlatlar vakolatli organlari bilan bitim va memorandumlar imzolanib, o'zaro axborot almashish uchun huquqiy asoslar yaratilgan. Departament O'zbekiston Respublikasining moliyaviy razvedka bo'linmasi sifatida 180 dan ortiq xorijiy davlatlar moliyaviy razvedka bo'linmalari bilan Egmont guruhi doirasida xalqaro hamkorlikni amalga oshirib kelmoqda. Shuningdek, departament jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimining muvofiqlashtiruvchisi sifatida FATF xalqaro standartlariga O'zbekiston amaliyotining muvofiqligi yuzasidan 2 marotaba o'zaro baholanish o'tkazilishini ta'minlagan. Alohida ta'kidlash lozimki, muhtaram prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida O'zbekiston jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish xalqaro hamjamiyatining teng huquqli va to'laqonli a'zosiga aylandi. Ayovsiz kurash xalq mablag'lari himoyasida. Bu faoliyatning katta qismi jamoatchilikka ko'rinmaydi. Bitta jinoiy sxemani fosh etish uchun oylar, ba'zan yillar davom etadigan tezkor qidiruv tadbirlari talab etiladi. Minglab hujjat o'rganiladi, yuzlab hisob varaq tahlil qilinadi, o'nlab so'roq o'tkaziladi, uzluksiz kuzatuv olib boriladi. Jinoiy sxemaning fosh etilish bosqichlari, shubhali operatsiya, tahlil doskasi, tezkor qidiruv tadbirlari, ashyoviy dalillar, jinoyat ishi qo'zg'atilishi, zararning undirilishi, tezkor guruh ishi, kuzatuv va katta miqdordagi mablag'larning byudjetga qaytarilishi. Byudjet va soliqlarni o'zlashtirgan, to'lamagan shaxslarga qarshi kurash departament faoliyatining o'zak yo'nalishlaridan biridir. Bu kurash hamisha qonun doirasida olib boriladi. Tezkor xodimning asosiy vazifasi qonun doirasida iqtisodiy va korrupsiya jinoyatlarining oldini olish, ularni ochishga ko'maklashish, zarur ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishdir. Bu ish nafaqat bilim va tajribani, balki kuchli xotira, tezkor fikrlash, sabr-toqat va odamlar bilan muloqot qilish mahoratini ham talab qiladi. Ko'pincha uning mehnati ko'zga tashlanmaydi, ammo har bir muvaffaqiyatli xizmat ortida uzoq kuzatuvlar, tahlillar, hujjatlar bilan ishlash va bir jamoaning hamjihat mehnati yotadi. Bu kasb shaxsiy hayotga ham ta'sir qiladi. Oila a'zolar bilan rejalashtirilayotgan uchrashuvlar xizmat sababli qoldirilishi mumkin. Shunga qaramay, haqiqiy tezkor xodim o'z kasbini nafaqat ish, balki xalq tinchligi va xavfsizligiga xizmat qilishdek yuksak mas'uliyat deb biladi. Tezkor xodim bo'lish jasorat, halollik, intizom va vatan hamda xalq manfaatlariga sadoqatni talab etadigan sharafli kasbligi bilan boshqa kasblardan ajralib turadi. Departament iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlarga, korrupsiya, poraxo'rlik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish, soliq to'lashdan bo'yin tovlash, bank moliya tizimidagi firibgarlik, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi murakkab va latent jinoyatlarga qarshi kurashadi. Bunday jinoyatlar oddiy jinoyatlardan farqli o'laroq raqamlar, hujjatlar va moliyaviy zanjirlar ortida yashirilgan bo'ladi. Ularni fosh etish chuqur tahliliy bilim, sabr-toqat va professional yondashuvni talab qiladi. Boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlardan farqli ravishda bizning tezkor xodimlarimiz tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish jarayonida avvalo iqtisodchi, tahlilchi sifatida faoliyat yuritadi. Biz buxgalteriya va soliq hisobotlari, bank o'tkazmalari hamda boshqa manbalardan olingan tezkor ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish orqali dalillarni to'playmiz va jinoyatlarni fosh etamiz. Eng muhimi, biz davlat budjeti va fuqarolarning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish bilan bevosita bog'liq, jamiyat uchun ko'zga ko'rinmas, ammo hal qiluvchi ahamiyatga ega ishni amalga oshiramiz. Har bir o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri xalqimiz ishonchi, mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligi yo'lida amalga oshirilgan xizmatimizdir. Endi bu kurashning real qiyofasiga nazar solaylik. Andijon viloyatida bir guruh shaxslar o'zaro til biriktirib, 9 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat tashkil etgan. Ular o'rtasida hech qanday haqiqiy moliyaviy faoliyat bo'lmagan bo'lsa-da, kompyuter texnikasi yordamida jami 1.1 trillion so'mlik soxta elektron hisob fakturalar rasmiylashtirilgan. Soxta xarid cheklari chiqarilgan va natijada jami 100.458 nafar fuqaro nomidan Soliq Mobile ilovasi orqali cashback sifatida 35.1 milliard so'm byudjet mablag'i o'zlashtirilgan. Boshqa bir ishda Sho'rtan gaz kimyo majmuasi bilan bog'liq yirik sxema fosh etildi. Bir guruh mas'ul shaxslar qo'shimcha qiymatga soliqdan ozod etilgan xizmatlarga noqonuniy ravishda soliq summasini kiritib, byudjetda asossiz mablag' hosil qilgan va pirovardida 643.2 milliard so'mlik byudjet mablag'ini o'zlashtirgan.
Tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish yo'nalishida ham aniq natijalarga erishildi. Xorazm, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida saqlovga qabul qilingan mineral o'g'itlarni o'zlashtirish va naqd pulga sotib yuborish yo'li bilan talon-taroj qilish holatlari fosh etildi. Bu ishlarda umumiy zarar 37 milliard so'mdan oshdi. Departament vakolatlari yillar davomida xalq turmushiga bevosita tegishli sohalarni ham qamrab oldi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-iyundagi qaroriga muvofiq idora zimmasiga ijtimoiy ahamiyatga ega oziq-ovqat tovarlari narxini sun'iy oshirish, ularga bo'lgan sun'iy tanqislik va ajiotajni vujudga keltirishga qarshi kurashish vazifasi yuklandi. Ya'ni oddiy oilaning dasturxoni ham idora e'tiborida. 2020-yil 24-noyabrdagi farmon bilan esa elektr, issiqlik energiyasi, gaz va vodoprovoddan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq jinoyatlarni aniqlash, bartaraf etish va ularning oldini olish vazifasi ham departament va uning hududiy bo'linmalariga yuklatildi. Buning amaliy natijasi sifatida, masalan, Toshkent viloyatida tijorat obyekti tomonidan umumiy tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulanish orqali 4 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holati fosh etildi. Iqtisodiy jinoyatga qarshi kurash mavhum tushuncha emas, u har bir fuqaroning kundalik hayotiga bevosita daxldordir. Departament dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlarining ulgurji hamda chakana savdosida davlat tomonidan belgilangan narxlarga rioya etilishi ustidan nazoratni, shuningdek, sifatsiz yoki qalbakilashtirilgan dori vositalari va tibbiyot buyumlarini muomalaga chiqarishga qarshi kurashish ishlarini olib boradi. Bu bevosita xalq sog'lig'i himoyasiga qaratilgan. Tergov, murojaatlar va inson taqdiri. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-yanvardagi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan departament mahkamasiga tergov boshqarmasi va hududiy boshqarmalarda tergov bo'limlari tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan Jinoyat protsessual kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilib, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti dastlabki tergovni amalga oshiruvchi organ sifatida kiritildi. Shuningdek, departament tergovchilari surishtiruv shaklida tergovni amalga oshirishi mumkinligi qayd etildi. Departament organlari tomonidan 2026-yilning o'tgan davrida jami 2389 ta jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilgan bo'lib, shundan 763 tasi ayblov xulosalari bilan mazmunan ko'rib chiqish uchun sudlarga yuborilgan, 112 tasi birlashtirilgan, 429 tasi tegishliligi bo'yicha yuborilgan, 236 tasi to'xtatilgan, 72 tasi tugatilgan va 777 tasi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Departament faoliyatining markazida hamisha inson va davlat manfaati turadi. Qo'pol qonun buzilishlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atiladi va tergov harakatlari amalga oshiriladi, lekin har bir ish ortida aniq inson taqdiri turganligi hech qachon unutilmaydi. Buning yorqin misoli chet elga ishga yuborish bilan bog'liq korrupsion sxemaning fosh etilishidir. Bir guruh shaxslar tashqi mehnat migratsiyasi sohasining ayrim sobiq mansabdorlari bilan til biriktirib, fuqarolarni Koreya davlatiga ishga yuborish va'dasi bilan ulardan noqonuniy mablag' undirgan. Minglab odam o'z orzusi va yiqqan pulidan ayrilish xavfi ostida qolgan. Departament tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlandi. Jabrlangan fuqarolarga yetkazilgan zararni undirish choralari ko'rilmoqda. Bu insonlar uchun maxsus ishonch telefoni ochildi va murojaatchilarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlandi. Chunki bu idorada jabrlangan inson aybdor emas, balki himoyaga haqli fuqarodir. Har kuni departamentga yuzlab murojaatlar kelib tushadi. Kimdir nafaqasi noto'g'ri hisoblanganidan, kimdir korxonadagi o'zlashtirishdan, kimdir o'z haq-huquqini tiklash umidida yozadi. Har bir murojaat bu shunchaki raqam emas, bu inson dardi, inson umidi, inson taqdiridir. Departament organlarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qabul qilish va ko'rib chiqish tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Murojaatlarni an'anaviy tarzda qabul qilish bilan bir qatorda zamonaviy axborot kommunikatsiya va dasturiy ta'minotlar imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda.
aholi va tadbirkorlarning mavjud muammolarini o'z vaqtida aniqlash va ularni zudlik bilan bartaraf etish maqsadida departament xodimlari tomonidan doimiy ravishda fuqaro va yuridik shaxslarning va ularning vakillarining sayyor va shaxsiy qabullari amalga oshirib kelinmoqda. Jismoniy va yuridik shaxslar hamda ularning vakillarini yashash va ish joylarida qabul qilishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi bilan muloqot tizimini samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonning qabul qilinishi natijasida aholi bilan davlat organlari o'rtasida ochiq va samarali muloqotni ta'minlashning yangicha tizimi yo'lga qo'yildi. Bunda departament organlariga jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqish bilan birgalikda murojaat qilinishiga olib kelayotgan sabab va omillarni aniqlab, ular bilan tizimli ravishda shug'ullanish hamda hal qilinmagan yoki hal qilish uchun boshqa idoralarga yuborilgan murojaatlarni alohida nazoratga olgan holda ijobiy hal etish bo'yicha choralarni ko'rish vazifalari yuklatildi. Bir so'z bilan aytganda, biz uchun har bir murojaat orqasida inson taqdiri turadi. Bunday yondashuv davlat idorasi bilan fuqaro o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi. Bu ishonch esa idoraning eng oliy qadriyatidir. Alkogol va tamaki bozori nazorati. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 3-iyundagi farmoni bilan departament qoshida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan alkogol va tamaki bozorini tartibga solish inspeksiyasi tashkil etildi. Inspeksiyaning asosiy vazifalari qatoriga iste'mol va texnik etil spirti, alkogol hamda tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish va realizatsiya qilish sohasida yagona davlat siyosatini yuritishda ishtirok etish, ushbu faoliyatni litsenziyalash, davlat standartlari va texnologik normalarga rioya etilishini nazorat qilish, ishlab chiqarish va aylanma hajmlarini kuzatuvchi zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish, yangi namunadagi aksiz markalarini ishlab chiqishda qatnashish hamda noqonuniy ishlab chiqarish va sotishning oldini olish kiradi. Bugungi kunda alkogol va tamaki sohasini rivojlantirish va tartibga solish maqsadida inspeksiya tashabbusi asosida Vazirlar Mahkamasining 3 ta qarori qabul qilindi. 3 ta qonun hamda 16 ta qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ishlab chiqarishda xalqaro standartlarni joriy qilish maqsadida 5 ta yangi standart ishlab chiqildi. Yangi mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha 729 ta texnologik yo'riqnoma tasdiqlandi. Litsenziyalashga oid 267 ta murojaat ko'rib chiqildi. Sohaga yangi kirib kelgan 9 ta alkogol, 2 ta tamaki ishlab chiqaruvchi hamda 44 ta ulgurji korxonaga litsenziya berildi. 46 ta yangi omborxonaga ruxsatnoma rasmiylashtirildi. Birjadan spirt xarid qilish uchun 33 ta subyektga ruxsatnoma berildi. Litsenziya to'lovlari to'lanishi monitoring qilinib, 31,3 milliard so'mlik mablag'lar undirildi. Mahsulotlar aylanmasini nazorat qilish imkonini beruvchi ISAT nomli axborot tizimi yaratildi. Departament bilan hamkorlikda alkogol va tamaki bozorida yashirin aylanmalarga qarshi kurashish yo'nalishida jami 3067 ta noqonuniy faoliyatga barham berildi. Iste'molga yaroqsiz hamda inson sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan 76 milliard so'mlik alkogol, 89 milliard so'mlik tamaki mahsulotlari muomaladan olindi. Birja savdolari orqali sotilayotgan spirtning maqsadli ishlatilishi ustidan kunlik nazorat o'rnatildi. Korxonalar tomonidan realizatsiya qilingan 8,1 million dekalitr spirtning maqsadli ishlatilishi joyiga chiqqan holda o'rganildi. Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida 2025-yilda alkogoldan 2,5 trillion va tamakidan 3,1 trillion jami 5,6 trillion so'm aksiz solig'i to'lanib, avvalgi yilga nisbatan byudjetga 6% yoki 305 milliard so'm qo'shimcha aksiz solig'i undirilishi ta'minlandi. Tamaki mahsulotlari xufiyona aylanmasi 2024-yilda 19,6% dan 11,1% ga tushirilgan bo'lsa, 2025-yil yakunlariga ko'ra 7% ga qadar qisqarishiga erishildi. O'tgan davr mobaynida 1506 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Shuningdek, inspeksiyaning ishonch telefoni faoliyati yo'lga qo'yildi. Inspeksiya tomonidan bu kabi vazifalar ijrosi izchil davom ettiriladi. Bu yo'nalishdagi asosiy maqsad bitta: noqonuniy mahsulot xalq sog'lig'iga ham, davlat byudjetiga ham zarar yetkazmasligini ta'minlashdir. Sohani raqamlashtirish yo'nalishida mahsulotlar aylanmasini nazorat qilish imkonini beruvchi axborot tizimi yaratildi. Xavfni tahlil qilish dasturi ishlab chiqildi. Sohada nazorat kuchaytirilishi budjet tushumlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.
inspeksiya xalqaro standartlar, axborot tizimlari va sun'iy intellektni joriy etish, qonunchilikni takomillashtirish, idoralararo aloqalarni kuchaytirish, qalbaki markirovka, aksiz markasiz mahsulotlar va litsenziyasiz savdoga qarshi kurashish ishlarini izchil davom ettiramiz. Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi har bir tiyin nazoratda. Departament tarkibida Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi tashkil etildi. 2025-yil 25-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan Byudjet kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq davlat moliyaviy nazorati vakolatlari to'liq ushbu inspeksiyaga yuklatildi. Inspeksiya davlat moliyasining 11 yo'nalishi ustidan davlat moliyaviy nazoratini amalga oshiradi. Bunday keng qamrovli nazorat davlat pulining har bir yo'nalishda xalqqa yetib borishini ta'minlaydi. Pensiya o'z vaqtida va to'g'ri hisoblansa, davlat dasturiga ajratilgan mablag' aynan mo'ljallangan maqsadga sarflansa, tender halol o'tkazilsa, bu har bir fuqaroning kundalik hayotida seziladigan adolatdir. Yuklatilgan vazifalar ijrosi yuzasidan o'tgan davrda muayyan ishlar amalga oshirildi. Xususan, xarajatlar smetasi ijrosi jarayonida 2024-yilda 2,4 trillion so'm, 2025-yilda 12 trillion so'm, joriy yilda 5,9 trillion so'm mablag'ni iqtisod qilish imkoniyati aniqlanib, maqbullashtirildi. Masofaviy nazorat tadbirlari davomida davlat xaridlarini amalga oshirish tartibini buzish bilan bog'liq aniqlangan 2708 ta holat yuzasidan 12,2 trillion so'mlik tuzilgan shartnomalar bekor qilindi. Moliyaviy nazorat tadbirlari davomida 2024-yilda 4,5 trillion so'm, 2025-yilda 4,6 trillion so'm, joriy yilda 1,6 trillion so'mlik qonun buzilish holatlari aniqlanib, tekshirishlar davrida 6 trillion so'mini byudjetga undirilishi ta'minlandi. Davlat organlari va tashkilotlarining 25 ta axborot tizimidan real vaqt rejimida foydalanish yo'lga qo'yilib, mablag'lardan foydalanishni monitoring va nazorat qilishga qaratilgan 198 ta xavf tahlil mezoni asosida noqonuniy holatlarni avtomatik aniqlash tizimi joriy etildi. Inspeksiya tomonidan byudjet mablag'lari harakati bo'yicha xavfni tahlil qilish modullari takomillashtirilib, noqonuniy holatlarni avtomatik aniqlash tizimi joriy etilishi natijasida 75% byudjet o'tkazmalari va 95% davlat xaridlari jarayonlari masofaviy monitoring bilan qamrab olindi. Inspeksiya tomonidan byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanish, asossiz xarajatlarni qisqartirish orqali mablag'larni iqtisod qilish borasidagi tadbirlari tizimlilik asosida davom ettirilmoqda. Tunu kun xalq xizmatida. Departament tomonidan qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror, farmoyish va topshiriqlari, hukumat hujjatlari ijrosini o'z muddatida va to'liq bajarilishini ta'minlash choralari ko'rib borilmoqda. Jumladan 133 ta qonunchilik hujjatlari bo'yicha departamentga jami 321 ta topshiriqlar yuklatilgan. Shundan 222 ta topshiriqlarning ijrosi to'liq bajarilgan bo'lib, qolgan 99 tasining ijrosi davom ettirilmoqda. Departament organlariga yuklatilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, qaror, farmoyishlari va topshiriqlaridan 90 tasining ijrosi to'liq ta'minlandi. 56 tasining ijrosi davom ettirilmoqda. Departament tomonidan yashirin iqtisodiyotni qisqartirish hisobiga byudjetga qo'shimcha manbalarni ta'minlash hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish borasida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan 2024-yil 16-yanvar kuni 10 trillion so'm qo'shimcha manba jalb qilish topshirig'iga muvofiq 2024-yilda byudjetga 15,9 trillion so'm tushum ta'minlandi. 2025-yil 27-oktyabr kuni 22 trillion so'm qo'shimcha manba jalb qilish topshirig'iga muvofiq 2026-yilda byudjetga 9,8 trillion so'm tushum ta'minlandi. Departament organlari tomonidan o'z faoliyatini strategik hamda tizimli tahlillar asosida amalga oshirib kelmoqda. Huquqbuzarliklarni oldini olish, tadbirkorlik subyektlariga qulay sharoitlar yaratish, ularning qonuniy himoyasini ta'minlashga qaratilgan 20 dan ortiq yangi normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. 100 dan ortiq qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.
ochiqlik va kadrlar maktabi, yangi imij, yangi kelajak. Yangi davrning muhim belgilaridan biri ochiqlikning institutsionallashuvidir. Bu yopiq idoradan ochiq idoraga g'oyasining amaldagi isbotidir. Ochiqlik shunchaki axborot tarqatish emas, u jamiyat bilan ishonchga asoslangan muloqotdir. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan inson qadri uchun tamoyili bugun Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni bosh g'oyasi va ustuvor mezoniga aylandi. Ushbu ezgi tamoyil departamentning faoliyatini ham asosiy mezonidir. Konstitutsiyamizda inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmati oliy qadriyat sifatida e'tirof etilgan. Bu konstitutsiyaviy tamoyillar faoliyatimizning huquqiy va ma'naviy asosini tashkil etadi. Ochiqlik, shaffoflik, adolat, qonun ustuvorligi departamentning bosh tamoyilidir. Biz korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish, qonuniylikni ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni o'zimizning ustuvor vazifamiz deb bilamiz. Xalq ishonchi biz uchun eng yuksak baho, katta mas'uliyatdir. Shu bois prezidentimiz boshlab bergan Yangi O'zbekiston islohotlariga hamohang ravishda halollik, adolat va mas'uliyat tamoyillariga sodiq qolib, fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash yo'lida bor bilim, tajriba va salohiyatimizni safarbar etamiz. Biz uchun eng katta sharaf prezidentimiz boshlab bergan Yangi O'zbekiston islohotlarining hayotga izchil tatbiq etilishiga munosib hissa qo'shish, xalqimiz ishonchini oqlash, vatanimiz ravnaqiga sidqi dildan xizmat qilishdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 8-iyuldagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentida xizmatni o'tash to'g'risidagi nizomga asosan xodimlarning xizmat o'tash tartibi belgilangan. Departament organlaridagi xizmat qonuniylik, inson huquq va erkinliklarini hurmat qilish va ularga rioya qilish, adolatlilik, oshkoralik, nazoratda bo'lish va hisobdorlik tamoyillariga muvofiq amalga oshirib borilmoqda. O'tgan davr mobaynida xizmatga munosib nomzodlarni tanlab olish maqsadida oliy ta'lim muassasalari, davlat organlari va tashkilotlarida muntazam ravishda targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Xizmatga qabul qilishda tenglik, shaffoflik, oshkoralik, xolislik va kollegiallik kabi tamoyillar asosiy mezon sifatida belgilangan. Hozirgi kunda departament organlarida xizmatni o'tayotgan xodimlarning 24% yosh mutaxassislardan iborat bo'lib, ularga o'z nazariy bilimlarini amaliyotga to'g'ri tatbiq etish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Tajriba maktabi va ustoz-shogird an'analarini takomillashtirish maqsadida xizmatni o'tayotgan yosh mutaxassislarga tajribali xodimlar murabbiy sifatida biriktirilgan. Bu yerda toblangan bilim, ko'nikma va tajriba bugun davlat boshqaruvining turli sohalarida xizmat qilmoqda. Bunday natija idoraning sifat belgisi. Bu maktabdan o'tgan inson qayerda xizmat qilmasin, xalqqa sadoqat va halollik tamoyillarini o'zi bilan olib yuradi. Bu idoraning davlat va jamiyat oldidagi eng katta e'tirofidir. Kelajak islohotlar bilan hamnafas. Departament tarixi bu nafaqat bir tashkilot tarixi, balki davlat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash va xalq manfaatlarini himoya qilish yo'lidagi 25 yillik xizmat tarixidir. Idoraning har bir o'sish bosqichi davlat rahbarining aniq islohot hujjatidan tug'ilgan. Bu ikki yo'l Yangi O'zbekiston islohotlari va departament taraqqiyoti hech qachon alohida yurmagan. O'zbekiston 2030 ufqlari, to'liq shaffof iqtisodiyot, naqdsiz hisob-kitoblar, raqamli tahlil va sun'iy intellekt asosidagi xavf monitoring. Demak, oldinda departamentning ham yangi bosqichi turibdi. Yangi O'zbekistondagi islohotlar bilan birga bu idora o'sadi. Sirasini aytganda, o'tgan chorak asrlik davr mobaynida departament tomonidan davlat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash va xalq manfaatlarini himoya qilish yo'nalishida salmoqli natijalarga erishildi. Kelgusida idora oldida mazkur yo'nalishlardagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishdek yuksak mas'uliyatli va sharafli vazifalar turibdi. Bu xizmat xalqimiz va davlat rahbarimiz ishonchini sidqidildan oqlab davom etadi.